Uzr, ozroq kech qoldim. Agar ruxsat bersalaringiz, e, bugungi tanlovga chiqqan vakant lavozimlarimiz uchun e, nomzodlarimiz kelgan, boshlaymiz. Boshlaymiz endi, mayli. Soat ham bo'lib uch bo'libdi-ku. Tayyormi hammasi? Tayyor. Ha. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Urgut tuman bo'limi zararli organizmlarning tarqalishini prognozlashtirish va monitoring qilish bo'yicha yetakchi mutaxassis vakant lavozimga Xolmadov Davlat O'tkir o'g'li yetib kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Mikrofonni yoqib, o'zingizni tanishtiring. Men Xolmahmad Davlat O'tkir o'g'li 2002 yil Samarqand Davlat universiteti agrobiotexnologiya fakulteti o'simliklarni himoya qilish turlari bo'yicha tugatganman. 2024 Mhm. Agromer mas'uliyati cheklangan jamiyat. Smena brigadir. Aslo yo'q. Komissiya a'zolariga e'tirozingiz bo'lmasa, hozir sizga savollar random. Hmm. Assalomu Marhamat. alaykum, nomzod. Assalomu alaykum. Siz o'simliklarni himoya qilish yo'nalishi bo'yicha o'qigansiz, Shunday ekin turlari bo'yicha, ekin turlari bo'yicha. xuddi shunday. Prognoz qilishni necha xil usuli bor? Prognoz qilishdi, bashorat qilishdi, shunday. Ha, shunday. Bashorat qilishdi, ikkita. Ayting-da, hammasini aytib bering, hammasini. Gapirib ketaversam bilammi uzunroq? Ha, gapirib ketavering, ha. Prognoz deyilganda o'zi asosan zararkunanda yoki har xil zamburug'larni prognoz oldindan aniqlashni nazarda tutiladi. Buning asosiy vazifasi, prognoz vazifasi yo maqsadi bu oldindan ko'payib ketgan hasharot yoki zararkunandalarni oldini olish, shunga agar oldini olish yoki ko'payib ketganga shunga yarasha tayyor pestitsidlar yoki har xil himoya vositalarni tayyor holda kelib turg'izishda prognoz asosiy vazifasi, uni maqsadi shuda prognozda. Men sizga savol berdim. Necha xil prognoz qilish usuli bor dedim. Prognoz qilish usuli prognoz qilish usuli asosan san'at yoki umumiy qilib olsa ham bo'ladida. Masalan, qanday qilib olsa bo'ladi? Masalan, 1 gektar yerda e, 1 gektar yerda o'simliklardan asosan oladi. Asosan 5 ta joydan olinadi. Boshi, o'rtasi, keyin chetlaridan olib o'simliklar o'rganilib, shunga yarasha prognoz qilish mumkin. Siz Qanday namuna taqaling? olishni aytyapsiz. Qabay? Namuna olishni gapirib beryapsiz. Prognoz qilish uchun bilib qo'ying. Uzoq muddatli, qisqa muddatli va fenologik Aha, ularda qilinadi. xo'p. To'g'rimi? Uzoq muddatli prognoz nima? Qisqa muddatli prognoz nima? Fenologik kuzatuvlar asosida qilinadigan prognoz nima? Uzoq muddatli prognoz bu asosan 3 yil, 1 yil, 2 yilgacha prognoz qilinadi. 1 yil, 2 yil undan ham ko'p bo'lishi mumkin, prognoz qilish mumkin. Qisqa muddatli prognoz esa ma'lum bir vaqtga prognoz qilinadi. Masalan, mavsumiy prognoz qilish mumkin hisoblanadi. Uzoq muddatli prognoz qilish degan masalan chigirtkalarni ko'payib ketishini misol qilish menimcha bo'ladi. Uzoq muddatliga. Qisqa muddatliga esa shu mavsumiy ko'payadigan masalan zamburug'lar, shu vil kasalligi, o'rgimchak kanallari qisqa muddatli prognoz qilib o'rganish mumkin hisoblanadi. Siz telefoningizga agroko'makchi mobil ilovani ulagansizmi? Yo'q, Kelishdan oldin nimani o'qidingiz? asosan shu inspektor nima ish qilishi, nima qiladi, shularni o'qiydi. Prognoz nima ish qilishini siz o'qimadingizmi? Oldin mana prognoz deyilgani shu
bashorat qilishda oldindan Bashorat qilish aniqlash. hamma biladi. Prognoz desa, o'zi ruscha bo'lsa, o'zbekchasiga bashorat qilish bo'ladi-da endi. Uni oddiy yosh bola ham biladi-da uni. Siz mutaxassis sifatida gapiring faqat. Hmm. Feromon tutqichini vazifasini aytib beringchi. Feromon asosan vazifasi dallarda o'simliklardan 10-15 tepalikda olib boriladi. Aslida feromon tutqich hasharotlarni feromon tutqichi hasharotlarni tushganiga qarab yoki shularga qolganiga qarab o'sim shu dalada qancha miqdorda zararkunalar tarqalgani bashorat qilish mumkin hisoblanadi. G'o'zani asosiy jarayonlarini aytib beringchi. G'o'zaniki Ha. g'o'zaniki asli zararkunalari bu kanalar shu rujgimchak kanallar mesela so'radida so'ruvchi bo'ladi. So'radi. Ayting, Shirasi qiladi. qaysi jarayonlar bor? G'o'zada qanaqa aniq gapiring menga. Unday, bunday deb umumiy gapirmang. Aniq gapiring. Nima jarayon tushadi g'o'zada? Bilmadim lekin. Mevali bog'da qanaqa jarayon tushadi? Nimaga? Mevali bog'larda. Mevali bog'larda Ha. hashar zararkunalar bilmadim. Urgut tumanida g'alla ekiladimi? Yo'q. Nima ekin ekiladi aslida? Asosan bog'dorchilik. Shu so'rayapman-da, bog'da nima qanaqa jarayon, qanaqa kasallik tushadi? Nima kasallik uchraydi? Ha. Qora kuya, vilt kasallik. Vilt kasalligi nima ekinga tushadi? Bug'doy, arpa, sholi. Tavakkal gapirmang, umumiy gapirmang. Siz aniq yo'nalish bilan gapirmang. Mana mevali bog'larda olmada qanaqa kasallik tushadi? Aniq javob bering. Siz ertaga borganda prognozchi bo'lib kerak bo'lsa, seminar o'tkazasiz bog'larda, kasallik bo'yicha ham, jarayonlasi bo'yicha ham. Tushunyapsizmi? Borib quruq yurmaydi bu yerda hozir. Karantin nimasi juda qat'iyat bilan ishlaydi hozir. Tok ekadimi? Tok. Ha, ekadi. Mana uzumlarda qanaqa kasallik tushadi? Zang uchraydi. Zang? Uzumda eshitgansiz, o'qigan. Qaysi kitobdan o'qigansiz? Qaysi kitoblar o'qiganman? O'smirliklar karantin degan kitob o'qigan edim. Zang tushmaydi tokka. Buning uchun ham bilib qo'ying. Mana boshqa savolim yo'q. Agar savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Studiyada ham qo'shimcha savollar yo'q. Hurmatli nomzod, hozirgi sizga berilgan savollardan e'tirozingiz bormi? Aslo yo'q. Ruslan aka, Shoshmang. Kim bu Samarqand yangi koordinator? Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Assalomu alaykum. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Mardonov Islomman. Ruslan aka. Yaxshimi Islomjon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysiz, bunaqa shoshilmangda. Shoshqaloqlik hech qachon insonga yaxshilik keltirmaydi. Bu nomzodimiz ozgina kechikib qoldimi? Tuman inspektorligiga ishga kiryaptilar, to'g'rimi? Yo'q, Urgut tumani zararli organizmlar tarqalishi va Prognoz. prognoz. O'sha boshqa. Urgutmi? Ilyos aka savol javob qildingiz, endi men oddiygina bir savol beraman. Mana 465-sonli qaror hozir ko'cha kunduzda eng dolzarb masala bo'lyapti dala chetida. Dala chetida qanday vazifalar yuklatilgan ekan, bir ochib o'qib ko'rganmikinlar nomzodimiz? Savolni qaytarib bering, ovozingiz yaxshi kelmayapti. 465-sonli qarorni ochib o'qib ko'rdingizmi? Yo'q, hali. Nimani bilasiz? Bilganingizni gapiringchi. Tashkilotga aloqador nimalari bilasiz? Nimalari bilaman? Ha.
Bilganingiz gap. O'simliklar karantin boshqarmasi bu O'zbekiston hududidagi zararli organizmlar, hasharotlar, kasalliklarni tarqalib ketishi yoki kirib kelishi yoki chiqib ketishini oldini oluvchi tashkilot hisoblanadi. Bu e, o'simliklar, urug'lar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini zararkunandalardan himoya qilish va ularni e, keng qamrovda ko'payib ketishini va qishloq xo'jaligi katta zarar yetkazishini oldini oladi. Buni oldini oladi. Keyinchalik keyinchalik bu Rahmat. Rahmat. Qarang. Siz qaysi tashkilotga, qaysi lavozim uchun nomzodingizni qo'ydingiz? To'liq aytingchi. zararli organizmlarni prognoz qilish va prognoz qiluvchi inspektor. Qaysi tashkilot? To'liq ayting, shoshilmang. Shoshilmang. Samarqand viloyat boshqarmasi karantin Hı? Samarqand Samarqand viloyati o'simliklar himoya qilish va karantin boshqarmasi zararli organizmlar Ertaga fermer oldiga borib shunday desangiz, fermer sizni eshitadimi? Nima deb o'ylaysiz? yo'q. Ha. Menda boshqa savol yo'q. Savol bo'lsa marhamat. Rahmat. Sizda ham qo'shimcha savollar yo'q. Agar savollardan e'tirozingiz bo'lmasa, suhbat yakunlaymiz. Sizga katta rahmat. Islombek Sarvinoz yana bormi nomzod? Yana bitta nomzodimiz bor. O'roqov Sheroz O'xonboy o'g'li. Argus test balida 60 ball to'plagan, lekin hozir Zoomdan qatnashish belgilangandi, hozir kirmagan hozircha. Bundan tashqari Narpay tumani fitosanitar nazorat davlat inspektori lavozimiga Boltayev Mayli, Fazil kirsin. Benovich. O'sha Kirsin. marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Test balidan 60 ball to'plab suhbat jarayoniga xush kelibsiz. Komissiya a'zolari viloyat boshqarmasi boshliq o'rinbosari Mardonov Islom va agentlik rahbariyati tomonidan komissiya a'zolari tuzilgan. Komissiya a'zolaridan e'tirozingiz bormi? Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Men Boltayev Foziljon, Samarqand viloyati Narpay tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Qora muhandislik texnologiya institutini tugatganman. Oxirgi ishlagan joyim O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida agroinspeksiyada faoliyatim olib borganman. Qisqarish sakrashina sababli hozirgi kunda bu ish lavozimiga o'tishga harakat qilyapman. Rahmat. Marhamat. Komissiya a'zolaridan savollar bo'lsa. Ilyos aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Mana birinchi savolim, davlat inspektorining asosiy vazifalarini aytib beringda. Hozirgi kunda davlat inspektorining vazifalari fermer xo'jalik, qishloq xo'jaligi tegishli joylarga borganda ularda karantin obyektlari bor yo'qligini aniqlab, o'shalarga nisbatan tegishli choralar ko'rish deb o'ylayman. Faqat karantin obyekt bilan shug'ullanmaydi-ku. Endi Boshqa davlatlar bilan shug'ullanadi. dalalar, bog'lar, turli xil joylarda, Tbilisi deymizmi, umumiy aytib qo'ya qoldim. Qisqa qilib aytganda, o'zi qishloq xo'jaligiga taalluqli bo'lgan va bo'lmagan joylarda zarar yetkazuvchi deganda, zarar yetkazuvchi obyektlar aniqlanganda, o'shalarni aniqlab, ularga tegishli tavsiyalar berib, ulardan qanday xulosa bo'lish yo'llarini o'rgatib, qilinmagan holda tegishli choralar ko'rish u davlat inspektorining vazifasi deb o'ylayman.
Narpay Hurmatli tumanida nomzod, qarang, o'ylaganingizni aytmangda, siz qonuniy gapiring. Savol to'g'ri beryaptilar sizga, Ilyos aka. Siz o'ylaganingizni emas, bilganingizni gapiring. Shoshilmasdan, hayajonlanmasdan. Davlat inspektorini vazifasi joylarga chiqib, karantin obyektlari aniqlangan holda ularga tegishli tavsiyalar berib, o'shalardan qutulish choralarini o'rgatish va boshqa xulosalar berish. Aks holda bu qilinmagan taqdirda tegishli tartibda choralar ko'rish davlat inspektorining vazifasi deb o'ylayman. Narpay tumanida asosiy nima ekin ekiladi? Narpay tumanida paxta va g'alla qisqa 30%, 20%da bog'dorchilik bo'lishi mumkin. Asosan Mevali paxta g'alla. mevali bog'larda asosiy kasalliklarni aytib beringda. Mevali bog'larda hozirgi kunda mana zamburug'lar deydi, oq bo'lib qolishi, mevali daraxtlarni zamburug'lar paydo bo'lish, po'stlar orasiga kirib, shu qurt qumursqalar joylashib olishi va ularga tegishli to'liq hosildorlikka zarar yetkazishi mumkin. Siz mutaxassis sifatida gapiringda, siz ko'chani odamida gaplashmang. Bu qanaqa kasallik tushadi? Nomini ayting. Ko'rgansiz Zamburug'lar, kasalligini? turli xil zamburug'lar tushadi daraxtlarga. Nima o'sha zamburug'ning kasalligini nomi nima? Ertaga borib fermerda sani bog'ingda parsha kasalligi, kalmaras kasalligi tushgan va unshudring kasalligi tushgan, mana bunga bunaqa qarshi kurash choralarini amalga oshir deb ayta oladigan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri, shunday. Toklarda qanaqa kasallik tushadi? Toklarda xuddi shunday bu nimada tok mevachalari kattarmay qolish, ya'ni o'rgimchak kanaga o'xshagan bir boshqacha nimadir tushib kinarib qoladi-da mevachalari. Oq nimacha bo'lib qoladi. Ismi ham esimga kelmay qoldi. Ko'rganiga bo'ladi. Muhtasham. Viloyat hokimining o'rinbosari agar помощник telefon olsan kiramizda birga, bo'lmaydi bunday tashkil. Spravkani konkret yozib bersin, zam hokim qo'l qo'yib bersin. O'tmaydi bu. Ha, bo'lmaydi. Bir tiyin ham. Boshqa savolim yo'q. Ruslan aka, savollar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum, uzra. Hurmatli nomzod, siz mutaxassisligingiz nima? Mutaxassisligim qishloq xo'jaligida agroinspeksiyan bu yoqqa o'tganman. Yo, mutaxassislik bilan yo'nalishi farqi bor-da, ikki lavozim. Buxoro muhandislik texnika institutiga kirganman. Ha, rahmat. Ana siz mutaxassisligingiz. Xo'p. Endi sizga bitta oddiy savol. Xo'p. Mana kapalaklarni ko'rgansiz, ha? Nimalarni? Kapalaklarni ko'rgansiz, ha? Ko'rganman. Kapalaklar o'simlikning qaysi nuqtasini zararlaydi? O'suv nuqtasinimi, barginimi, shonanimi, poyanimi? O'suv nuqtasini. O'suv nuqtasini, ha? Shunday. Kapalaklarga qarshi qanday qarshi kurash usullari mavjud? Kapalaklarga qarshi turli xil boyagi o'zimizda bargdan nima qilyapti hozir? Agar kapalaklarga qarshi kurash hojati yo'q, chunki kapalaklar o'simliklarga zarar yetkazmaydi, ular faqat nasl qoldiradi. Sizga keyingi savol, siz qaysi tashkilotga, qaysi lavozim uchun nomzodingizni qo'yyapsiz? Men O'simliklar karantini va himoyasi agentligining Samarqand viloyat Narpay tuman bo'limi fitosanitariya davlat inspektori lavozimiga o'z nomzodimni qo'yyapman. Menda boshqa savol yo'q. Ilyos aka, agar sizlarda savol bo'lsa, marhamat. Viloyat studiyasi. Viloyat studiyasida ham menimcha savolga o'rin yo'q. Hurmatli nomzod,
Hozir sizga berilgan savollardan e'tirozingiz bormi? Aslo yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, sizga ishtirokingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat. Ruslan aka, yana vakant lavozimlarimizdan Kattaqo'rg'on tumani fitosanitar nazorat davlat inspektori Norov Jahongir nomzodi testdan o'tgan 62,5 ball bilan ruxsat Bo'ldi, bersin. kesinglar, qatnashing. Bo'ldi, Marhamat. bo'ldi, qatnashing. Mikrofonni yoqib o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Balandroq. Assalomu alaykum hamma kengash a'zolariga. Ismim Norif Javohir. Men Kattaqo'rg'on tumanidan tashrif buyurdim. Kattaqo'rg'on tuman fitosanitariya lavozimiga vakansiya topshiryapman. Ma'lumotim oliy. Buxoro davlat universiteti o'simliklarni himoya qilish tugatganman. Ishga kirmaganman. Komissiya a'zolari boshqarma boshlig'i o'rinbosari, bundan tashqari agentlikning rahbariyatidan komissiya a'zolari tuzilgan. E'tirozingiz bo'lmasa, savol-javob qismiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod, mani birinchi savolim davlat inspektorining asosiy vazifalarini aytib beringda. Xo'p. Inspektorlarning asosiy vazifasi shu fermerlarda turadigan, masalan, dalalarga borib, ularni kasalliklar tushganmi, zamburug' kasallik tushganmi, boshqa hasharotlar zararlaganmi, o'shalarni aniqlab bartaraf qilish, oldini olish. Xo'p. Shu savol. Kelishdan oldin tayyorgarlik ko'rdingizmi? Tayyorgarlik ko'rganim yo'q. O'zimni bilimlarim bo'yicha o'zimni birinchi suhbatga kelishim nasib. Nimaga tayyorgarlik ko'rmadingiz? Chunki soham shu o'simliklarni himoya qilish bo'yicha bitirganim uchun Bilaman degansiz, Hamma to'g'rimi? narsani bilaman deb o'ylaganlar-da, shu uchun tayyorgarlik ko'rmaganlar. Savol bormi, Ilyos Amirovich? Hozir yana bitta savol beraman. Mevali bog'larning asosiy kasalliklarini aytib beringchi. mevali bog'larda kasalliklarmi? Xo'p. Toklarda общий zamburug' kasalliklari yomg'ir ko'p yog'ganda zamburug' kasalliklari ko'p tushadi mevali bog'larda. Ya'ni bulardan antraknoz, bargda keyin oydim shuda keyingi nomi. Yana Aydim nimaga tushadi? Olmaga tushadimi? ko'pincha toklarda uchraydi. Qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? Qarshi kurashga oldini olishda, ya'ni o'sha profilaktika choralari ko'riladi. Ya'ni yomg'ir ko'p, yog'ingarchilik ko'p keladigan bo'lsa, nima kimyoviy anavilar qo'llash mumkin. Mani boshqa savolim yo'q. Savollar bo'lsa marhamat. Ruslan aka. Hurmatli nomzod, sizga savolim pestisidlarni aytingchi, qaysi turdagi pestisidni bilasiz hamda qaysi zararli organizmlarga qo'llaniladi?
Eshitganmisiz? Pestitsid o'zi nima ekan pestisid? Pestitsidlar eshitganman. To'riyli o'qiganmisiz? O'shni o'qiganmisiz? Zaushniymi? Ochni. O'shni, ha? O'smlarni himoya qilish tugatgansiz. Hmm. O'simliklarni himoya qilishning qanday usullari bor? Hamda eng maqbul usul qaysi hisoblanadi? O'simliklarni himoya qilishda biologik, kimyoviy kurashlar choralari qo'llaniladi. Ya'ni agrotexnik yana kurash choralari bor. Xo'p, pestitsidlar o'zi bo'linadi. Keyin fungitsid, nimalarga, gerbitsid, begona o'tlash hammasi отдельно bo'linib chiqadi. Pestitsidlar shu zamburug'larga qarshi. Xo'p, nomlari bilan aytadigan bo'lsak, Mhm. nomlarini ko'pini bilmayman, lekin yodimdan chiqqan. Ko'pini bilmaysiz. Nimalari bilasiz? Gapiringchi. Bilganingizni gapiring. Shu o'simlarni himoya qilish bo'yicha nimalari bilasiz? G'o'zani asosiy zararkunandalarini aytingchi. Bizani G'o'zani. zararkunandalari o'rgimchakkina ko'p zarar keltiradi. 11-12 Hop. avlod berib, mayda ko'zga ko'rinmaydigan barglarning ostida tuxumlari qo'yadi, shaffof rangda bo'ladi. Xo'p, undan tashqari ko'sak qurti bor. G'o'za ko'sak qurti. Keyin o'sha yerdagi mahalla tilida buzog'oshi deydi, o'sha yer qurti. O'sha yana zararkunandalardan qo'ng'izlar, hasharotlar ham kirishi mumkin, boshqa barglariga zarar yetkazadi. Sizga oxirgi savolim mana o'smani himoya qilishni tugatgansiz. Kapalaklarni ko'rgansiz, ha? Ha? Kapalaklar. Boya ham berganimizda ichkarida o'tirdingiz shu savolni. Eshitib turdingiz. Buni eshitdim. Ay, yaxshi. Menda bo'lmasa boshqa savol yo'q. Mayli, bitta savol qarang. Siz endi maksimal darajada tortyapmiz. Endi shu sohani tugatgansiz, bir narsani bilsangiz kerak deb. O'simliklar karantin himoyasiga sohasiga oid qaysi normativ hujjatlari bilasiz? Ma'lumotli hujjatlarni Normativ huquqiy hujjatlar. ham o'sha balki Kelishdan oldin tayyorlandingizmi o'zi? Bir varaqlab ko'rdingizmi? Qaysi qonun, qarorlarni bilasiz o'sha bizlarning sohamizga? karantinga kiritilgan hasharotlarni bilaman, masalan 12 ta bo'pti hozir. Yo'q, qarorlar so'radim. Qaysi normativ Qarorlardan- hujjatlari bilasiz? Ha. Yo'q, qarorlar bilan. Menda boshqa savol yo'q. Savol bo'lsa marhamat. Murojaat sudya. Rahmat. Komissiya a'zolari, qo'shimcha savolga hojat yo'q menimcha. Hurmatli nomzod, berilgan savollardan qaysi biridan e'tirozingiz bo'lsa, sohaga doir emas deb hisoblasangiz, bemalol e'tiroz bildirishingiz mumkin. E'tirozingiz bo'lmasa, sizga ishtirokingiz uchun katta rahmat. Shaxsiy kabinetingizga suhbat natijasi yuboriladi. Rahmat. Ilyos aka, Ruslan aka, ruxsat bersalaringiz, endi bitta Zoomdan ulanish kerak bo'lgan nomzodimiz haligacha yo'q. Boshqa vakant lavozimlarimiz Demak, uni ishga kirish niyati ham yo'q-da. menimcha shunday.
kelganmi? Hurmatli komissiya a'zolari, uzr, nomzodimiz Zoomdan qatnashmay o'zi yetib kelgan ekan, ruxsat bersalaringiz. O'sha nomzodimiz Marhamat. ya'ni O'roqov Sherzod Ilhomboy o'g'li. Argus test balidan 60 ball to'plagan. Marhamat. Assalomu alaykum. Men O'roq Sherzod Ilhomboy o'g'li. 2016 yil Toshkent davlat agrar universitetini qishloq xo'jaligida menejment yo'nalishi bo'yicha fakultet tugatganman. Oxirgi ish joyim Samarqand viloyati Oqdaryo tuman hokimligi. Siz qaysi vakant lavozimga topshirganingiz bor? Bor. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Urgut tuman bo'limiga fitosanitar davlat nazorati. Hurmatli nomzod, ozgina balandroq gapirmasangiz, ovozingiz bizga juda past kelyapti, eshitilmayapti. Deyarli Yaqinroq eshitilmayapti. Tushunarli. Hurmatli nomzod, agentligimizdan rahbariyat tomonidan komissiya a'zolari tuzilgan. Bundan tashqari hududiy boshqarmadan boshqarma boshlig'i o'rinbosari a'zosi men bo'laman. Agar komissiya a'zolaridan e'tirozingiz bo'lmasa, savol javob qismiga o'tsak. Bo'ladi. E'tirozim yo'q. Marhamat. Savol javob. Ilyos Amirovich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Tayinlashtirish nechi xil usuli bor? Prognoz qilishning nechi xil usuli bor? Adashmasam 3 xil usuli bor edi. Aytib bering. Kuzatish, Nima? prognozlashtirishda oldingi yillarga nisbatan kuzatish nimasi bilan bo'lardi. Aniq yo'nalishlari bo'yicha nimasini bilmayman. Shu 3 xil yo'nalishi borligini nimasi bor? Dastlab. Kelishdan oldin tayyorgarlik ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Nima bo'yicha tayyorgarlik ko'rdingiz? Karantin obyektlari bo'yicha g'o'za, paxta, mevali bog'lardagi zararkunanda hasharotlar Karantin obyektlarini aytib beringchi, O'zbekiston hududidagi karantin obyektlarini aytib beringchi. O'zbekiston hududida bugungi kunda 11 ta karantin obyekti bor. Bulardan 11 tami 12 tami? 11 ta. Bulardan 7 tasi zararkunandalar, 3 tasi Nechtasi? o'simliklar, 7 tasi. Aha. 3 tasi o'simliklar bitta virusli kasalliklar. Pomidor mevasidagi yashil rangli nima virusli kasallik. Jigar rang. Bo'ladimi, Nozajon aka? Ruslan aka, mikrofoningiz yonib qoldi. Ruslan aka, mikrofonni o'chirib qo'ying. Feromon tutqichlarni asosiy vazifasini aytib beringda. Feromon tutqichlarning asosiy vazifasi o'sha feromon tutqich o'rnatilgan hududdagi nimani zararkunandalarni sonini aniqlashda foydalaniladi. Bu mayli qoloq uyi bo'lgani yaxshi bo'libdi, joydan bo'lgani. Indikator vazifasini bajaradi. Bu tarafda mana hoji ertaga 4 joyga aytadi, aslida ko'chaga turib tumanda shu ishda. Mevali bog'larning asosiy zararkunandalarini aytib beringda. Mevali bog'larda asosiy zararkunandalar bu Berdim degan gap bo'ladi. pashshalar, sitrus pashshalar, keyin Nima pashshasi? mevaxo'ri, Aha. Sal boshqacha. keyin o'rgamchikkana, Kaliforniya qalqindori. Qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? Bularga asosan dastlab agar ularda o'sha maydondagi zararlash soni, zararkunandaning soni kam bo'ladigan bo'lsa, dastlabki bosqichda bo'ladigan bo'lsa, ularga biologik kurash choralarini ko'rgan ma'qul. Agarda ularning soni ortgan bo'lsa, hamda u lichinkalar o'zi
yetilib ulgurgan bo'lsa bu holatda kimyoviy kurish Shu zavodni eshik darvozasidan oldida, ha? Taxminan. Aniq javob beringda. Biologik kurashga, mana shiratiribsga, mavo entomofag bilan ishlaymiz. Mavo nimaga bu deb ishlaymiz deb aytingchi. Qaysi entomofaglardan foydalanasiz? oltin ko'z brakon trixogrammadan foydalaniladi. Oltin ko'z nimaga qarshi ishlatiladi? Programma nimaga qarshi ishlatiladi? Brakon nimaga qarshi ishlatiladi? Aytib beringchi. Zararkunandalarni lichinka davrida ularga qarshi nima ishlatiladi? Asosan o'rgamchik kanaga dastlab shu urug' qo'yilgan vaqtida oltin ko'z bilan ishlov beriladi. Keyinchalik agar lichinkalar ko'paygandan keyin u brakon bilan trixogrammadan qo'llanilgan ma'qul. O'rgimchak kanagami? ham bo'ladi, to'g'risi. Ha. Mana boshqa savolim yo'q. Savollar bo'lsa marhamat. Ruslan aka, sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat. Manda savol yo'q. Qo'shimcha savollar bo'lmasa, hurmatli nomzod, sizga berilgan savollardan e'tirozingiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, suhbat natijasi shaxsiy kabinetingizga yuboriladi. Rahmat sizga. Hurmatli komissiya a'zolari, bugungi vakant lavozimlarimiz uchun nomzodlar hammasi qatnashdi. Kattaqo'rg'on tumani, Narpay tumani fitosanitariya inspektori и Urgut tumaniga o'sha prognoz bo'yicha mutaxassis. Bo'ldi, hammasi tugadi. Tugadi. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga katta rahmat. Salomat bo'ling.